Menda bitta savol bor. Men o'risga o'xshaymanmi? Yoki rus millatiga mansub odamga? Nimaga unaqa savol berayotganimning sababi, bugun men kapuchino olishga bonga kirdim-da. G'aznan oldiga borib turganimda, kassani oldiga, o'sha yerda bond ishlaydiganligi ham tushunarli bo'lishi uchun. O'zbek qiz turibdi va mendan so'rayapti, "Что будете заказывать?" deb. Men boshida tushunmay qoldim, lekin tez javob berish uchun "Маленький капучино" dedim. Keyin qarab turibman, o'zbek qiz. Va mendan yana so'rashni boshladi. "Еще что-нибудь желаете?" deb. Keyin men turdim-da, "Qarang menga" dedim, "O'zbekmisiz?" dedim. "Ha, o'zbekman" dedilar. "Men ham o'zbekman, ko'rib turibsiz" dedim. "Men menga ruscha gapiryapsam?" O'ylanib turdilar-da, yana nimadir kerakmi dedilar. "Yo'q" dedim, menimcha ozgina uyaldilar ham. Keyin kofeni kutib turibman-da, bitta menimcha o'zbek ayol kelib turib, "Что вы заказывали?" deyapti. Men javob bermasdan o'qirayib turibman-da, "Маленький капучино da, вот ваш заказ" deb men oldimga qo'yib ketyapti. Gap bu yerda uni qilgan muomalasi boshqasida ham emas. Biz O'zbekistondamiz. Ko'rib turibsizlar, men o'zbekman, sizlar ham o'zbeksizlar. Men bilan o'zbek tilida gaplashinglar. Rus tilida gapirmanglar demayman. Sizlarni umuman olganda umuman biznesinglar rus tiliga qurilmagan yoki Rossiyada qurilmagani, to'g'rimi? Buni mayda narsa nimaga gapiryapsan deb gapiradiganlar bo'lishi mumkin. Tushuntiraman, bu juda ham muhim narsa. O'zbek tilini yo'q bo'lib ketishiga sababchi bo'layotganlar mana shunaqa bizneslar ham. Shu bilan birga ishga kirmoqchi bo'lgan odamlar, o'zbek tilini biladigan, O'zbekistonda ishga kirmoqchi bo'lgan odamlardan ham shunaqa kompaniyalar, shunga o'xshash kompaniyalar talab qiladi rus tilini. O'zi mijozlarini 90% o'zbeklar. Nima keragi bor butun biznesi, butun xodimlarni rus tilida gapirtirib? Qani mantiq? Aktivist ukamizga rahmat. Temaning dodasini ko'tardi, boru. Yana bitta bloger ukamiz ham bor, shunaqa Xitoy restoraniga kiradi, boshqa shunaqa restoranlarga kirib, o'zbek tilini talab qiladi. U ham bir o'zi, aktivist ukamiz ham bir o'zi. Bir o'zi bo'lib kirgandan keyin hech narsa qila olmaysiz. Birovning territoriyaga siz kiryapsizmi? Bir o'zingiz kiryapsizmi? Siz hech narsa qila olmaysiz. Shunaqa joylarda 10 kishi, 15 kishi bo'lib borib, shuni talab qilsangiz agar chichib qo'yishadi boru, iloji bo'lmasdan o'sha narsani taxlab chiqarib qo'yishadi. Shvetsiyada bitta restoranda, mana shunaqa restoranda eshigini tagida yozib qo'yishgan ekan, musulmonlarga kirish mumkin emas deb. Dunyodan boks chempionlari, olimpiya chempionlari, Mike Tyson, yana bir 3-4 ta chempionlar kelib o'sha restoranga kirib, obed vaqti edi, obed vaqtida namozini o'qib, ana shu restoranning o'rtasida namozni o'qib, o'tirib ovqatlanib chiqib ketishgan. Qani gapirgan, tilli qisilib qolgan, duxi yetmagan gapirishga boru. Bizlar nima qilyapmiz? Xo'rosan chet elniki bo'lsa yotib olib yolyapmiz. Ruschani bilmasak ham ruscha gapirib qo'yapmiz, o'zbekcha orasiga tiqib. 90% o'zbek millati, 90% musulmonmiz. O'zimizdan boshlaylik mana bu fikrlashni, g'oyani. Iltimos sizlardan. O'zimizdan, hamma narsani o'zimizdan boshlashimiz kerak. Aybni birovdan emas, davlatdan emas, o'zingdan izla. Odam, inson o'zingdan izla. Sen shu narsani talab qilmayotgan bo'lsang, ular kirib kela olmaydi. Ular qila olmaydi shu ishni. Sen talab qilyapsan shu ishni. Shunoq bo'lishini sen xohlayapsan. Sen xohlamasang, sen talab qilmasang shu narsani hech kim italyanskiy restoran ocha olmaydi bu yerda. Xitoy hech qachon kira olmaydi. Mana bunaqa qimmat jarimalar, kameralar hech qachon bo'lmaydi. Sen xohlamasang, sen talab qilmasang, sen o'shanga qarab bormasang agar inson. Iltimoslardan. Mana shunaqa narsalarga e'tibor beraylik. Rossiyani hamma ko'rsatuvni o'g'irlab olib, o'zimizni televideniyada ko'rsatish, keyin orqasidan seriallarni tiqib olish, o'zimiz seriallarni bo'lmaydigan seriallarni. Xotini qaynotasi bilan zino qilibdi, qaynakasi bilan zino qilibdi, qaynukasi bilan zino qilibdi, ko'chada yuribdi, yo'li unaqa qizi yomon bo'lib ketibdi. Bu narsa mana bu ruslarni televideniyasidan o'g'irlab olingan narsalarni ko'rgandan keyin odam hayot shunaqa bo'lib qoladi keyin. Bu mentalitet, bu mentalitet. O'tirib olib, ha ko'ramiz. Aytyapman, u talab bo'lmasa,
ijro bo'lmaydi hech qachon. Talab bo'lyaptimi shu narsaga? Значит, ijro bo'lyapti. Значит, javob bo'lyapti. Iltimos, o'zimizdan boshlaylik fikrlashni. Ey insonlar,